Dada suqda o'tirganday bo'lib o'tiribsiz ikkovimiz ham. So'qqu. Norm yoki g'alati dadam bilan. To'g'rimi? O'zcha, o'zbekcha. Aralash. Instagramda 10 ming bo'lganingda iPhone olib beraman dedingiz-ku. Olib berdingiz. iPhone'im bor. Endi Instagramda yurtma. 11. iPhone'im bor deyman. 17 bile. Endi Instagramda yurtmayman desam normalmi, g'alatimi? O'zing bilasan, ma farqi yo'q. Yo'q, birovni tanlashingiz kerak. iPhone'da Instagram yuritishni bo'lsa g'alati. O'qishni bitirib, Yaponiyada ketib, umuman kelmayman desam normalmi, g'alatimi? G'alati. Xo'p, baribir O'zbekistonga kelasan. Dada, lekin hamma savollarga o'ylab javob bering, ertaga o'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin. Keyingisi. Sochimni mujskoy prichoska qilib oldirib tashlasam norm yoki g'alati? G'alati, qizlarga bo'lmaydi. Agar men uyda umuman ovqat pishirmasam, norm yoki g'alati? G'alati. Ovqat pishirish kerak qiz bola uyda. Malika bilan har kuni kafega borib ovqatlansak norm yoki g'alati? G'alati, вообще g'alati. Har kun kafega bora olmaysanmi? Qalay? Kafeda nima bor? Uyda o'zlaring pishirib ovqat yeyish kerak. Uyda ovqat pishish kerak. Norm yoki g'alati? Men magistrda Yaponiyada o'qiyman, siz kontraktimni to'lab berasiz desam. To'lab beraman. O'zing to'laysan. Yaponiyada o'qisang, o'zing to'laysan-da. Shu yil yozda ikki qizingizda chet el sayohatining pulini to'lab berishingiz norm yoki g'alati? To'lab bera olmayman-da. Chet elga borgan yaxshi, biroq qiyin masala ikki odamga. Bo'pti, qurmang. Bo'lganda, Chet el. bo'lganda, masalan, Qozog'iston ham chet el, Turkmaniston bor, Qirg'iziston ham chet el. O'zbekiston ham chet el. Qozog'iston borib kelsan, mana, Rossiyaga borsam yaqin, Volgograd, Astrakhan. Toshkentga borib kelganda borib kelasan. Ular xarajatlarni qoplab berasiz. Ya, uni ham o'ylamayman. O'zing. O'qib, o'z ishni boshlash kerak edi. O'zim sotib oldimman dedim. Norm yoki g'alati? Uyga har kuni ovqat dostavka qildirsak. G'alati, вообще dostavkani отменен eting. Hozir o'zi dostavka kutib o'tiribsiz ovqat yeyish uchun. Ya, dostavka o'sha отменен bugundan boshlab. Uyda ovqat pishsin. Savollaringiz yo'qmi? Savollar men ham o'ylanib spiska tuzib bo'lsin, savol beraman. Qachon? Keyingi videoni qachon siz bilan olamiz unda? Savol yo'q. Yerga? Kafega ovqatlanishgami?